Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, hurmatli obunachilar. Men ekspert sifatida bugungi videoda siz bilan shunday muhim ma'lumotni baham ko'rmoqchimanki, u sizning moddiy ahvolingizga, hatto ertangi kuningizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ko'pchiligimiz uy-joy, yer uchastkasi kabi mulklarimizga beparvolik bilan qaraymiz. Ularning hujjatlari qanchalik dolzarb ekanligiga, soliq to'lovlariga, ayniqsa yangi qonunchilik talablariga unchalik e'tibor bermaymiz. Ammo bugun men sizga shuni aytmoqchimanki, bu beparvolik qimmatga tushishi mumkin va hatto sizni kutilmagan moliyaviy muammolarga duchor qilishi mumkin. Bu ma'lumot hammaga tegishli. Har bir mulk egasiga, har bir fuqaroga, chunki mulkka oid masalalar har bir oila, har bir shaxs uchun dolzarb. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, har bir so'zni diqqat bilan tinglang, chunki bugun biz muhokama qiladigan xatolar sizga qimmatga tushishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va hoziroq like bosing, toki bu muhim ma'lumot ko'proq odamlarga yetib borsin va ular ham bu xatolarni qilmasliklari uchun ogohlantirilsin. Muammoning mohiyati. Vaziyat qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallari yaqin yillargacha mulk solig'ini hisoblash tizimi ancha sodda va nisbatan barqaror edi. Yer uchastkangiz yoki uyingizning kadastr qiymati yillar davomida deyarli o'zgarmasdi. Faqatgina inflyatsiya darajasiga qarab belgilangan ba'zi kichik indeksatsiyalar qo'llanilardi. Ammo bu mulkning umumiy qiymatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmasdi. Masalan, 2010 yilda sotib olgan 2 xonali kvartirangizning kadastr qiymati 2020 yilda ham taxminan bir xil bo'lishi mumkin edi. Bu esa mulk egalariga oldindan qancha soliq to'lashlarini aniq bilish imkonini berardi va ko'pchilik bu masalaga unchalik e'tibor bermas edi. Moliya yilining oxirida keladigan soliq xabarnomasi ko'pchilik uchun odatiy hol edi va kutilmagan summalarni o'z ichiga olmasdi. Hatto ayrim hollarda kichikroq qurilishxona, ayvon yoki garaj kabi qo'shimcha binolar uchun hujjatlarni rasmiylashtirishga ko'pchilik shoshilmasdi. Ular bu kichik o'zgarishlarga hech kim e'tibor bermaydi yoki jarimalar katta emas deb o'ylashardi. Ruxsatsiz qurilishlar uchun jiddiy jarimalar mavjud bo'lsa-da, ularni aniqlash va ijro etish mexanizmlari unchalik samarali emas edi. Tekshiruvlar kam bo'lardi va ko'pincha shikoyatlar asosida o'tkazilardi. Odamlar o'z mulklariga erkinroq yondashishar, o'z bilganlaricha o'zgartirishlar kiritishar, hatto ba'zi hollarda o'zgarishlarni kadastr hujjatlariga kiritmaslikni afzal ko'rishardi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. So'nggi yillarda hukumat tomonidan qabul qilingan yangi qarorlar va qonunlar mulkka oid barcha jarayonlarni, jumladan uning baholanishi, ro'yxatdan o'tkazilishi va soliqqa tortilishini tubdan qayta ko'rib chiqdi. Bu o'zgarishlar mulk sohasidagi shaffoflikni oshirish, adolatni ta'minlash va davlat budjetiga tushumlarni oshirishga qaratilgan. Eng muhimi, mulkingizning kadastr qiymati endi har yili yangilanib boradi va u bozordagi real narxlarga maksimal darajada yaqinlashtiriladi. Bu degani, agar sizning uyingiz yoki yer uchastkangiz joylashgan hududda ko'chmas mulk narxlari oshsa, unga mos ravishda soliq miqdori ham oshadi. Endi sizning mol mulkingizning kadastr qiymati bozor sharoitlariga qarab dinamik tarzda o'zgaradi. Ikkinchidan, ruxsatsiz qurilishlar va rasmiylashtirilmagan mulklar bo'yicha nazorat kuchaytirildi. Maxsus elektron tizimlar, shuningdek sun'iy yo'ldosh tasvirlari va dronlar yordamida har bir yer uchastkasi va undagi binolar muntazam ravishda nazorat qilinmoqda. Kadastr agentligi va soliq organlari o'rtasidagi ma'lumotlar almashinuvi avtomatlashtirilgan. Endi eski qonuniy bo'lmasa ham hech kim bilmaydi degan tushuncha o'tmishda qoldi. Har bir kiritilgan o'zgarish, har bir qo'shimcha qurilish tezkorlik bilan aniqlanishi va tegishli choralar ko'rilishi mumkin. Ushbu yangi tizimning maqsadi barcha mulklarni qonuniy maydonga olib chiqish, mulk egalarining mas'uliyatini oshirish va adolatli soliq tizimini joriy etishdir. Bu o'zgarishlar mulkdorlardan yanada hushyorroq bo'lishni talab qiladi. Birinchi asosiy qism: nimalarni bilish kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanishi shart emas. Bugungi o'zgarishlarning asosiy mohiyatini chuqurroq anglashimiz uchun keling nimalarni bilishimiz kerakligi, kimlar bu vaziyatdan xavotirlanishi lozimligini va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini aniqlashtirib olamiz. Nimalarni bilishingiz kerak? Bir mulkning kadastr qiymatini yili qayta baholash. Bu eng muhim o'zgarishlardan biri. Endilikda sizning mulkingizning kadastr qiymati har yili yangi metodologiya asosida qayta ko'rib chiqiladi. Bu metodologiya mulkning joylashuvi, turi
infratuzilma rivojlanganligi hatto bozordagi savdo narxlarining umumiy dinamikasini ham inobatga oladi. Ya'ni agar sizning uyingiz joylashgan hududda ko'chmas mulk narxlari oshsa, avtomatik ravishda mulkingizning kadastr qiymati ham oshadi va bunga mos ravishda to'lashingiz kerak bo'lgan soliq miqdori ham o'zgaradi. Bu jarayon oldingi statik baholashdan tubdan farq qiladi. Ba'zi kategoriyalar uchun yangi, yuqoriroq soliq stavkalari, hukumat mulk turlari va ularning foydalanish maqsadlariga qarab soliq stavkalarini qayta ko'rib chiqdi. Ba'zi hollarda, xususan doimiy yashash uchun mo'ljallanmagan yoki tijorat maqsadlarida foydalaniladigan mulklar uchun soliq stavkalari oshirilishi mumkin. Shuningdek, bozor qiymatiga yaqinlashtirilgan kadastr qiymati hisobiga umumiy soliq yuki oshishi ehtimoli mavjud. Ruxsatsiz qurilishlar va rasmiylashtirilmagan mulklar uchun qattiqroq jarimalar. Bu masalada qonunchilik talablari sezilarli darajada kuchaytirildi. Endilikda ruxsatsiz qurilishlar, mavjud binolarga noqonuniy qo'shimchalar kiritish yoki yer uchastkasidan maqsaddan tashqari foydalanish uchun katta miqdordagi ma'muriy jarimalar qo'llaniladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalariga ko'ra jarimalar bir necha million so'mdan tortib o'nlab million so'mgacha yetishi mumkin. Eng yomoni, bunday qurilishlarni majburiy tartibda buzdirish to'g'risida sud qarorlari qabul qilinishi mumkin. Bu esa mulkdorlarga juda katta moddiy zarar yetkazadi. 4. Kadastr va soliq xizmatlarining raqamlashtirilishi. Davlat xizmatlari markazlari va May, Totkup, Uz portali orqali kadastr ma'lumotlarini olish va soliq to'lovlarini amalga oshirish jarayoni ancha soddalashtirilgan bo'lsa-da, bu raqamlashtirish nazoratini ham kuchaytirdi. Endi davlat organlari mulk haqidagi barcha ma'lumotlarni markazlashtirilgan bazada saqlaydi va bir-biriga bog'lagan. Bu har qanday noqonuniy harakatni tezda aniqlashga imkon beradi. Kimlar xavotirlanishi kerak? 1. Kadastr hujjatlari eskirgan mulk egalari, agar sizning mulkingizning kadastr hujjatlari 10 yil oldin olingan bo'lsa va shu vaqt ichida mulkingizga tegishli biron bir o'zgarish kiritgan bo'lsangiz, masalan, xonalar soni o'zgargan bo'lsa, maydoni kattalashgan bo'lsa-da, hujjatlar yangilanmagan bo'lsa, siz xavf ostidasiz. Eskirgan hujjatlardagi ma'lumotlar amaldagi holatga to'g'ri kelmasligi sababli sizga noto'g'ri soliq hisoblanishi yoki noqonuniy qurilish uchun jarima qo'llanilishi mumkin. Rasmiy ruxsatnomasi kengaytirishlar kiritgan yoki yangi inshootlar qurgan shaxslar, balkonni yopish, hovlida qo'shimcha bino, garaj, do'kon qurish yoki uyingizga qo'shimcha xona qo'shish kabi o'zgarishlarni rasmiy ruxsatnomasiz amalga oshirgan bo'lsangiz, siz jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu turdagi noqonuniy qurilishlar tez orada aniqlanadi va yuqorida aytib o'tilganidek jarima yoki buzish kabi oqibatlarga olib keladi. 3. Meros qolgan mulkni rasmiylashtirmagan shaxslar, ota-onadan, qarindoshlardan meros qolgan uy yoki yer uchastkasini o'z nomingizga o'tkazmasdan uzoq vaqt foydalanayotgan bo'lsangiz, siz ham xavf ostidasiz. Merosni o'z vaqtida rasmiylashtirmaslik soliq qarzdorligiga olib kelishi, penya hisoblanishi va hatto mulkni egalik huquqini tasdiqlashda kelajakda qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. 4. Bir nechta mulkka ega bo'lgan shaxslar, agar sizda ikkita yoki undan ortiq uy, kvartira, yer uchastkasi bo'lsa, ularning har biri uchun soliqlarni muntazam to'layotganingizga va barcha hujjatlar tartibda ekanligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Bir mulkdagi muammo boshqa mulklaringizga ham ta'sir qilishi mumkin. 5. Uzoq vaqtdan beri mulk soliqlarini to'lamaganlar, soliq qarzdorligi yillar davomida to'planib katta summalarga yetishi mumkin. Bunga qo'shimcha ravishda to'lanmagan soliq uchun penya ham hisoblanadi. Soliq organlari hozirda qarzdorlarni aniqlash va undirish bo'yicha yanada faol ish olib bormoqda. Kimlar xavotirlanishi shart emas, bilgi. Barcha hujjatlar qonuniy va yaqinda yangilangan mulk egalari. Agar sizning mulkingizga oid barcha kadastr hujjatlari amaldagi qonunchilik talablariga to'liq javob bersa, barcha o'zgarishlar rasmiylashtirilgan bo'lsa va siz yaqinda hujjatlarni yangilagan bo'lsangiz, sizning holatingiz nisbatan xotirjam. 2. Soliqlarni muntazam to'laydigan va ruxsatsiz qurilishlari bo'lmagan shaxslar. Agar siz har yili mulk soliqlarini o'z vaqtida to'lasangiz va mulkingda rasmiy ruxsatnomasiz biron bir qo'shimcha qurilish yoki qayta qurish amalga oshirmagan bo'lsangiz, siz xavotirlanishga sabab yo'q. Biroq har doim ehtiyot chorasi sifatida hech bo'lmaganda har yili bir marta kadastr ma'lumotlaringizni va soliq qarzdorligingizni tekshirib turishni tavsiya qilaman. Keling, endi bu vaziyatni aniq raqamlar
va real hayotiy misollar bilan ko'rib chiqaylik. Birinchi misol, ruxsatsiz qurish uchun jarima. Tasavvur qiling, Toshkent shahrining Yunusobod tumanida yashovchi fuqaro Alisher aka. Uning 2 xonali kvartirasi bor edi. Umumiy maydoni kadastr hujjatlariga ko'ra m kvadrat metr. Taxminan 2010-yilda Alisher aka yashash maydonini kengaytirish maqsadida balkoni hisobiga oshxonasini kattalashtirdi va bu uchun hech qanday rasmiy ruxsatnoma olmadi. Hujjatlarni rasmiylashtirmadi. Uning hisobicha bu kichik o'zgarish bo'lgani uchun hech kim e'tibor bermaydi deb o'yladi va bu narsa uning oilasi uchun ancha qulaylik yaratardi. Eski kadastr hujjatlarida esa kvartira kvadrat metr qilib ko'rsatilgan edi. Yangi qoidalar joriy etilgach, Davlat kadastrlar palatasining mutaxassislari sun'iy yo'ldosh tasvirlari va elektron bazalarni solishtirish asosida o'tkazgan tekshiruvda Alisher akaning kvartirasining maydoni aslida 25 kvadrat metrga yetganligi aniqlandi. Ya'ni 5 kvadrat metr noqonuniy ravishda kengaytirilgan. Natijada u nafaqat ruxsatsiz qurilish uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 99 moddasi bo'yicha 10 million so'mdan 15 million so'mgacha jarimaga tortildi. Balki ushbu qo'shimcha 5 kvadrat metr uchun ham soliq qarzini to'lash shart bo'ldi. Chunki mulk solig'i umumiy maydonga qarab hisoblanadi. Tasavvur qiling, agar har 1 kvadrat metr uchun yilga o'rtacha 20 ming so'm soliq to'lanishi kerak bo'lsa, Alisher aka 5 kvadrat metr uchun 1 ming so'm ortiqcha soliq to'lash kerak edi. Ammo bu yerda asosiy muammo soliq summasida emas, balki jarima miqdorida edi. Bu kichik xato unga juda qimmatga tushdi va uning moddiy ahvoliga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Hattoki kelajakda buzish haqida ham ogohlantirish olishi mumkin edi. Bu esa unda katta stress va qo'shimcha xarajatlarga sabab bo'ldi. Ikkinchi misol, rasmiylashtirilmagan meros va to'planib qolgan soliqlar. Farg'ona viloyatida yashovchi Dilfuza opaning otasidan katta yer uchastkasi meros qoldi. Otasi vafot etganiga 5 yil bo'lgan bo'lsa-da, Dilfuza opa merosni o'z nomiga rasmiylashtirishga shoshilmadi. U vaqt keladi, hujjatlar bilan yurishga erinaman, hali kerak emas deb o'ylardi. Bu yer uchastkasida hech qanday bino yo'q edi, faqat dehqonchilik qilinardi. Shuning uchun u yer solig'ini ham to'lamadi. Yangi tizim joriy etilgach, kadastr xodimlari ma'lumotlar bazasini yangilash chog'ida bu yer uchastkasining egasiz qolganini aniqlashdi. Aniqrog'i eski egasining vafot etganligini va merosxo'r tomonidan rasmiylashtirilmaganligini aniqlashdi. Rasmiy so'rovlardan so'ng Dilfuza opaning merosxo'r ekanligi tasdiqlandi. Natijada Dilfuza opaga soliq organ tomonidan 5 yil davomida to'lanmagani hisoblandi. Bu yerda merosni o'z vaqtida rasmiylashtirmaganlik uchun bevosita jarima bo'lmasa ham to'lanmagan soliq uchun penya juda katta miqdorga aylandi. Agar bu yer uchastkasining kadastr qiymati 1 million so'm bo'lsa va yer solig'i stavkasi impini bo'lsa, har yili 20 million so'm to'lash kerak edi. 5 yil davomida bu 3 million so'm bo'ladi. Agar penya miqdori har bir kechiktirilgan kun uchun 0,3 bo'lsa, bu summa tezda 10 million so'mdan oshib ketishi mumkin edi. Bu Dilfuza opaning o'zi uchun kutilmagan katta moliyaviy zarba bo'ldi. Chunki u bu pullarni rejalashtirmagan edi. Uchinchi misol, kadastr qiymatining oshishi va soliqning ko'payishi. Samarqand shahrida yashovchi fuqaro Botir aka o'zining 3 xonali uyiga ega. 2022 yilda uning uyi kadastr qiymati 400 million so'm deb baholangan va u yiliga 800 ming so'm yon ekimaga stavka bilan mulk solig'i to'lagan. Bu summa uning oilaviy budjeti uchun maqbul edi. 2023 yilda esa Samarqanddagi ko'chmas mulk bozorida narxlar keskin oshganligi sababli uning uyining kadastr qiymati qayta baholanib 600 million so'mga yetdi. Bu o'zgarishlar yangi baholash tizimi natijasi edi. Natijada Botir aka endi yiliga 1 million 200 ming so'm, 600 million so'm nonning 2 soliq to'lashi kerak bo'ladi. Bu uning uchun 400 ming so'm bexabar bo'lsa va eski summada soliq to'lashda davom etsa, unga tez orada soliq qarzdorligi haqida xabarnoma keladi va keyinchalik kechiktirilgan to'lov uchun penya ham hisoblanishi mumkin. Bu kutilmagan xarajatlar Botir akaning moliyaviy rejasini buzib yuborishi mumkin edi. Shuning uchun har yil o'z mulkingizning baholangan qiymatini va unga mos soliq miqdorini tekshirib turish juda muhimdir. Ikkinchi asosiy qism: qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi, mulk masalalarida ham qoidalardan istisnolar, ko'pchilik bilmaydigan tuzoqlar va noaniq nuanslar mavjud.
Ularni bilish sizni kutilmagan muammolardan himoya qiladi. Qoidalardan istisnolar. 1. Fuqarolarning alohida toifalari uchun soliq imtiyozlari. Nafaqaxo'rlar va guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, urush faxriylari va ayrim boshqa toifadagi fuqarolar mulk solig'idan qisman yoki to'liq ozod qilingan. Bu juda muhim imtiyoz, lekin bu yerda muhim bir jihat bor. Imtiyozlar avtomatik tarzda qo'llanilmaydi. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki nogironlik bo'yicha imtiyozga ega bo'lsangiz, bu imtiyozlarni qo'llash uchun soliq organiga murojaat qilishingiz va tegishli hujjatlarni taqdim etishingiz shart. Masalan, fuqaroning nafaqa guvohnomasi yoki nogironlik haqidagi ma'lumotnomasi. Aks holda sizga to'liq soliq hisoblanishi mumkin. Ko'pchilik menga imtiyoz bor, shuning uchun menga soliq hisoblanmaydi deb xato o'ylaydi. Bu katta xato. Soliq organlari barcha ma'lumotlarni avtomatik ravishda ola olmaydi. Ba'zi bir hujjatlarni shaxsan taqdim etish talab etiladi. 2. Yangi qurilgan mulklar uchun imtiyozlar. Ba'zi hollarda yangi qurilgan uy-joylar yoki binolar uchun soliq to'lovlarida qisqa muddatli, masalan bir yillik imtiyozlar berilishi mumkin. Biroq bu imtiyozlardan foydalanish uchun mulkning barcha hujjatlari, jumladan qurilish tugallanganligi va foydalanishga topshirilganligi haqidagi dalolatnoma rasmiylashtirilgan bo'lishi shart. Ya'ni mulk kadastrda to'g'ri ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. Agar u ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, siz nafaqat imtiyozdan mahrum bo'lasiz, balki noqonuniy qurilish sifatida ko'rib chiqilib, jarimaga tortilishingiz ham mumkin. Tuzoqlar, e'tiborsiz qoldirilgan xatolar. 1. Soliq yoki kadastr idoralaridan kelgan rasmiy xabarnomalarni e'tiborsiz qoldirish. Bu eng katta xatolardan biridir. Ko'pchilik pochta orqali kelgan xat va xabarnomalarni oddiy reklama yoki keraksiz qog'oz deb o'ylab tashlab yuboradi yoki o'qishga erinadi. Ammo bu xabarnomalar sizga jiddiy ogohlantirishlar, yangi soliq hisobotlari, mulkingizdagi o'zgarishlar yoki tegishli choralar haqida muhim ma'lumot beradi. Ularni o'qimaslik keyinchalik katta muammolarga, jarimalarga va hattoki sud jarayonlariga olib kelishi mumkin. Har bir xatni diqqat bilan o'qib chiqing. 2. Odamlardan eshitgan yoki norasmiy maslahatlarga tayanish. Qo'shnilar, qarindoshlar yoki tanishlarning mening amakimda shunday bo'lgan, hech narsa qilmading, u yerda shunday qilsa bo'lar ekan degan maslahatlarga ishonib qolish o'ta xavflidir. Har bir holat individualdir. Qonunchilik tez-tez o'zgarib turadi va har bir mulkning o'ziga xos xususiyatlari bor. Faqatgina rasmiy manbalarga, Davlat xizmatlari markazi, kadastr agentligi, soliq qo'mitasi mutaxassislariga va malakali yuristlarga murojaat qiling. 3. Meros qolgan mulkni yoki yangi qurilishlarni ro'yxatdan o'tkazishni kechiktirish. Vaqt o'tishi bilan hamma narsa o'zgaradi. Bugun arzon bo'lgan jarima ertaga bir necha barobar oshishi mumkin. Bugun rasmiylashtirish oddiy bo'lgan jarayon ertaga hujjatlar yo'qligi sababli murakkablanishi mumkin. O'z vaqtida harakat qilish pulingizni, asablaringizni tejash va kelajakdagi muammolarning oldini olish demakdir. Kichik, ruxsatsiz qurilishlar e'tibordan chetda qoladi deb ishonish. Hozirgi texnologiyalar asrida har bir yer uchastkasi yuqoridan kuzatilishi mumkin. Kichik qurilish ham e'tibordan chetda qolmaydi. Dronlar, sun'iy yo'ldosh tasvirlari va zamonaviy xaritalash texnologiyalari har bir o'zgarishni aniqlashga qodir. Bundan tashqari, mahalla faollari ham bu jarayonlarda ishtirok etishi mumkin. Noaniq nuanslar. Kadastr qiymati va bozor qiymati o'rtasidagi farqning to'rayishi. Kadastr qiymati va bozor qiymati bu ikki xil tushuncha. Kadastr qiymati soliq hisoblash uchun asos bo'lsa, bozor qiymati mulkni sotish yoki sotib olishda shakllanadigan real narxdir. Tarixan ular o'rtasida katta tafovut bo'lgan. Ammo hukumatning maqsadi esa kadastr qiymatini bozor qiymatiga maksimal darajada yaqinlashtirish. Bu degani, agar sizning hududingizda ko'chmas mulk narxlari oshsa, avtomatik ravishda kadastr qiymatingiz ham oshishi ehtimoli katta va bu siz to'laydigan soliq miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Mulkingizning qiymatini kuzatib boring. Ta'mirlash va qayta qurish o'rtasidagi yuridik farq. Eski uyni ta'mirlash bilan yangi qurilish yoki qayta qurish o'rtasida katta farq bor. Devorni yangilash, ichki bezaklarni o'zgartirish yoki tom yopish oddiy ta'mirlash hisoblanadi va buning uchun ko'pincha ruxsat talab etilmaydi. Ammo agar siz bir xonani ikkita xonaga bo'lsangiz, balkonni yopib yashash maydoniga qo'shsangiz, qo'shimcha qavat qursangiz, uyingizning tashqi ko'rinishini tubdan o'zgartirsangiz, bu qayta qurish yoki yangi qurilish hisoblanadi. Bunday o'zgarishlar uchun esa tegishli loyiha hujjatlari va shaharsozlik organlaridan ruxsatnomalar talab qilinadi.
ko'pchilik bu farqni tushunmaydi va ruxsatsiz qayta qurish natijasida keyinchalik muammolarga duch keladi. Mahalla qo'mitalarining rolini kuchayishi. Mahalla qo'mitalarining roli ham muhim. Ular o'z hududlaridagi yangi qurilishlar, qayta qurilishlar, e'tibordan chetda qolgan yer uchastkalari yoki noqonuniy harakatlar haqida kadastr yoki soliq organlariga ma'lumot berishi mumkin. Bu tizim yanada samarali ishlashi uchun mahallalarning faolligi oshirilmoqda. Sizning qo'shnilaringiz yoki mahalla raisi sizning mulkingizdagi o'zgarishlar haqida bilishi mumkin va ularning xabari rasmiy tekshiruvga sabab bo'lishi mumkinligini unutmaslik kerak. Ushbu istisno va noaniq nuanslarni bilish sizga to'g'ri qaror qabul qilishda va kelajakdagi muammolarning oldini olishda yordam beradi. Amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Aziz tomoshabinlar, endi siz bu o'zgarishlarning jiddiyligini tushundingiz. Savol tug'iladi: nima qilish kerak? Keling, aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Bu maslahatlar sizning va oilangizning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga yordam beradi. Birinchi qadam: tekshiruvdan o'tkazing. O'z kadastr hujjatlaringizni tekshiring. Eng avvalo mulkingizga oid barcha kadastr hujjatlarini qo'lga oling va ularni amaldagi holat bilan solishtiring. Qayerga borish kerak? Eng yaqin davlat xizmatlari markaziga DXM boring. U yerda mutaxassislar sizga kadastr pasportini yoki mulk haqidagi ma'lumotnomani olishda yordam beradi. Yoki uydan chiqmasdan MyBankOkup yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron ariza yuborishingiz mumkin. Bu jarayon ancha tez va qulay. Nimalarni tekshirish kerak? Mulkning maydoni. Hujjatlarda ko'rsatilgan umumiy va yashash maydoni sizning mulkingizning haqiqiy maydoniga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Agar siz balkonni yopib, uni xonaga qo'shgan bo'lsangiz yoki qo'shimcha bino qurgan bo'lsangiz, bu o'zgarishlar hujjatlarda aks etgan bo'lishi kerak. Xonalar soni va reja mulkning texnik pasportidagi xonalar soni va joylashuvi, shuningdek, umumiy plan amaldagi holatga to'g'ri kelishini tekshiring. Mulkning maqsadi. Yer uchastkangiz yoki bino uchun hujjatlarda ko'rsatilgan maqsad, masalan, yashash uchun, dehqonchilik, savdo, uning haqiqiy foydalanish maqsadiga mos kelishini tekshiring. Agar siz yashash uchun mo'ljallangan binoni do'konga aylantirgan bo'lsangiz, bu ham rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Ikkinchi qadam: xatolarni aniqlang va tuzating. Agar muammo bo'lsa, uni hal qiling. Agar siz tekshiruv natijasida qonunbuzarliklar yoki hujjatlarda nomuvofiqliklarni aniqlasangiz, ularni imkon qadar tezroq bartaraf etish choralarini ko'ring. Qanday harakat qilish kerak? Ruxsatsiz qurilishlar aniqlansa, darhol davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling va uni qonuniylashtirish tartibi haqida ma'lumot oling. Ba'zi hollarda tegishli ruxsatnomalarni olgandan so'ng, bu jarayon sizdan loyiha hujjatlari, ekspertiza xulosalari va tegishli to'lovlarni talab qilishi mumkin. Agar bu imkonsiz bo'lsa yoki talab qilinadigan shaharsozlik normalariga zid bo'lsa, demolitsiya haqida ogohlantirish olishingiz mumkin. Shuning uchun tezkor harakat qilish juda muhim. Agar bu masala sudga o'tmasa, jarimalar nisbatan pastroq bo'lishi mumkin. Meros qolgan mulk rasmiylashtirilmagan bo'lsa, merosxo'rlik huquqini rasmiylashtirish uchun notariusga boring. Meros ochilganligi haqidagi ariza bering va tegishli hujjatlarni, vafot etganlik haqida guvohnoma, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar taqdim eting. So'ngra notariusdan meros huquqi to'g'risida guvohnoma olgach, davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, mulkni o'z nomingizga rasmiylashtiring. Hujjatlar eskirgan bo'lsa yoki ma'lumotlar noto'g'ri bo'lsa, davlat xizmatlari markazi orqali kadastr pasportini yangilash uchun ariza bering. Yangi o'lchovlar o'tkazilishi va yangilangan ma'lumotlar bazaga kiritilishi uchun belgilangan to'lovlarni amalga oshiring. Bu jarayon bir necha hafta vaqt olishi mumkin. Shuning uchun uni kechiktirmang. Uchinchi qadam: soliqlarni monitoring qiling. Soliq qarzlaringizni nazorat qiling. Mulk soliqlarining muntazam ravishda to'lanishini nazorat qilish va qarzdorliklarni oldini olish juda muhimdir. Qayerga kirish kerak? Har bir mulk egasi uchun soliq saytida shaxsiy kabinet mavjud. Bu yerda siz barcha hisoblangan soliq qarzlaringizni ko'rishingiz, to'lovlarni amalga oshirishingiz va soliq organlari bilan muloqot qilishingiz mumkin. Bu kabinetga MyBankOkup orqali yoki e-imzo yordamida kirishingiz mumkin. Nimalarni qilish kerak? Muntazam tekshiruv. Har oyda, hech bo'lmaganda chorakda bir marta bu kabinetga kirib, vaziyatni tekshirib turishni odat qiling. Yangi hisoblangan soliqlar, penya yoki jarimalar
haqida ma'lumotni shu yerda topishingiz mumkin. Qarzdorlikni bartaraf etish. Agar sizda biron bir soliq qarzdorligi bo'lsa, uni imkon qadar tezroq bartaraf eting. Penya va jarimalar to'planishini kutmang. Chunki ular har bir kechiktirilgan kun uchun hisoblanadi va katta summalarga yetishi mumkin. Imtiyozlarni qo'llash. Agar siz imtiyozga ega bo'lgan toifaga kirsangiz, Soliq.uz portalidan yoki bevosita soliq organlariga murojaat qilib, imtiyozlarni qo'llash uchun ariza berishingiz va tegishli hujjatlarni yuklashingiz mumkin. 4-qadam. Mutaxassisdan maslahat oling. Shubhali vaziyatlarda mutaxassis bilan bog'laning. Agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa, masalan, hujjatlaringiz yo'qolgan bo'lsa, sud orqali hal qilish kerak bo'lgan masalalar bo'lsa, yoki ruxsatsiz qurilishni qonuniylashtirishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, malakali yurist yoki kadastr bo'yicha mutaxassisdan maslahat oling. Bir marta to'g'ri maslahat olish kelajakda minglab so'm yo'qotishdan va asablaringizni sarflashdan saqlab qolishi mumkin. Ular sizga to'g'ri yo'nalishni ko'rsatadi va barcha yuridik jarayonlarni to'g'ri o'tishga yordam beradi. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz tomoshabinlar, bugun biz mulkka oid masalalar hozir har qachongidan ham jiddiyroq ekanligini chuqur tahlil qildik. Esingizda tuting, bepul ma'lumot yo'q va har bir xato qimmatga tushishi mumkin. O'z mulkingizga e'tiborli bo'ling, uning hujjatlarini muntazam ravishda tartibga soling va yangi qoidalardan doim xabardor bo'lib turing. Mulk sizning kelajagingiz va oilangizning farovonligi kafolatidir. Shuning uchun unga nisbatan mas'uliyatli bo'lishimiz shart. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi va sizni kutilmagan moliyaviy muammolardan himoya qilishga yordam beradi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda yanada ko'proq foydali va muhim ma'lumotlarni sizga yetkazishda yordam beradi. Bizning keyingi videolarimizni ham o'tkazib yubormang. U yerda yanada muhim ma'lumotlar, yangi tushunchalar va amaliy maslahatlar kutmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.